1919-yil Gucci pul topish maqsadida Londonga jo'nab ketadi va Savoy mehmonxonasida oddiy shvetsar bo'lib ishga joylashadi. U yerda londonliklarni moda bilan hamnafas yashashliklaridan ilhomlangan Gucci 1921-yili Italiyaga qaytib o'zini Gucci brendiga asos soladi. Atir sohasiga 1974-yil kirib kelishadi va G. Robert Parfumer bilan birinchi atirligini yaratishadi. Bu Gucci No. 1 for Women deb nomlanadi. 2 yil o'tib 76-yil Gucci Parfum ham dunyo yuzini ko'radi. Gucci brendini haqiqiy atir olamida o'z o'rniga ega qilgan 2001-yil Gucci Rush for Men hisoblanadi. Bu Five Awards'da birinchi o'rinni oladi. Five Awards bu atir olamida xuddi Oscardek gap hisoblanadi. 2011-yil Gucci Parfum birinchi o'rin oladi. 2012-yil Gucci Guilty Parfum birinchi o'rin oladi. 2018-yil bo'lsa Gucci Bloom Five Awards'da eng yuqori o'rinni egallaydi. Shu bilan Gucci atir olamida o'z o'rniga ega ekanligini isbotlab beradi. Ma'lumotimiz foydali bo'lganimiz juda ham xursandmiz. Salomat bo'linglar.